Dubai House'ga mana shunday barcha qulayliklarga ega troyka libosimiz keldi. Qaranglar, juda ham chiroyli. Ichidagi dvoykasi ham tashab turadi va ustida mana shunday nakitkasi bor. Bemalol boshqa kiyimlar bilan ham kiysangiz bo'ladi. Turkiya brendidan, matosi juda ham yengil, tashab turadi va fasonlariga e'tibor beramiz. Yaqinroq olib keling. Bemalol to'y hasham o'tirishlarga ham kiysanglar bo'ladi. Yenglarini qaranglar, juda ham chiroyli ishlashgan. Mana shunday kristal toshlar bilan bezak berilgan va oldilarimizda ham mana shunday bezaklari bor. Orqamizni ham ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli bezaklar bilan bezatilgan. Hijobimizni fasoni mana qo'sh etakli tashab turadi. Bemalol o'zini ichidagini bemalol o'z koftamizni ham kiysangiz bo'ladi. Bu libosimizni boshqacha fasondagisi hit prodaja bo'lgan, juda ham sotganmiz. Bu troykamiz esa sotuvga yangi keldi. Buyurtma qilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam Dubai House'ga tashrif buyuring. Moytabonim yorim gul jamolim buncha azorli, nolalarim yetdi osmonga.